Assalomu alaykum. Bugun biz yana Yangi bozor O'zbekiston qishlog'iga keldik. Sog' bo'lgan bo'laradi. Sog' bo'lgan bo'laradi, yaxshi bo'laradi bizlar ham. Haligacha bu asfaltdan biza darak ko'rmadik. Ko'prikning o'zi yarim tomon ishlaradi, ikkinchi tomon ham butkul ado bo'ldi. Haligacha hech qanday bir yechim topmadik. Assalomu alaykum. Bugun biz yana Yangi bozor O'zbekiston qishlog'iga keldik. Rasmiy munosabatlarda Yangi bozor tumani hokimligi 3-yilning 3-choragida berla remont bo'ladi, ya'ni ta'mirlanadi deyildi, lekin hozir biz 4-choraga keldik, lekin haligacha bu asfaltdan biza darak ko'rmadik. Lekin haligacha shu yo'llarimizda maktab bolalari, bog'cha, o'qish, ish hamma o'tib qaytadi. Changnasa, geshta kelib ko'rsangizlar, hamma yaxshi biladi uni. Bilasizmi, bu murojaatlarimiz kundan kuna ko'payib boradi, lekin haligacha hech qanday bir yechim topmadik. Ayniqsa Yangi bozor O'zbekiston ber Doğru getidan bo'lsak Uyg'ur qishlog'i deb aytiladi. Hozir turgan yerimiz esa Barxat mahallasi. Barxat mahallasi hozir kunda juda ko'plab ishlar qilindi, Wi-Fi'lar o'tirildi, stalbalar qilindi, ya'ni chiroqlar qo'yilajak ekan, lekin yo'lni o'tmay turib nechik chiroq qo'yiladi ekan? Mayli, chiroq qo'yilgandan keyin nechik bo'ladi? Ina bu yamalada tushmay o'tish uchun bir variant bo'ladimi deb o'ylayman. Men to'g'risi tushunmadim. Mantiqdan bir bo'ladigan ish qilmaydilar. Gurlan yo'li bilan kelaverishingizda kollej tarafi aylanmaysiz va chap qo'l bilan kelib turib, birinchi ko'pirdan chap aylangan vaqtingizda polni boshlanadi shunday. Oxirgacha shu Uyg'ur qishlog'ining oxirgacha faqat shunday yamalada yurishga majbur bo'lasiz. Keling bugun biz xalqning fikrini bilib olamiz va oldindan bir dona like bosib qo'yamiz va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Yo'l haqida ozgina fikringizni bilsaganim. Assalomu alaykum. Bu yo'l ajoyib ila ko'rib tursiz-ku, mashallah tekib tashadi. Kunda o'tib qaytasizmi? Har kun o'tib qaytamiz. Har kun. Havo. Mashallah va suv. Bu yo'lni o'zi sizlar bir bizlar ham biraz kirib chiqib yurdik yerdan. Oxirgi marta qanchasi o'tdilar bu yerni? Yodingizda bormi? Yo'q, yodimda yo'q. O'tilmagan-a? Yo'q, yodimda. Shu dashingiz haqida, to'g'rimi? Ha, shu yashaymiz. Nima degan bo'lar edi shu yo'lni o'tish uchun? Endi doim shu mas'ullar bir o'zlaridan bilib uzatib netkesa bir yaxshi sog' bo'lgan bo'laradi. Sog' bo'lgan bo'laradi, yaxshi bo'laradi. Bizlar ham mashallah to'kib bo'ldi, butun rasvo yo'l. O'zimiz uzatamiz, to'proq tashlab bu yerdan hafta uzoq. Bo'ldi, yana shunaqa qolay. Yana shu. Tem bo'ldi, hozir endi qish boshlanayotir. Nima bo'ladi yo'llar? Endi qishda endi yog'ingarchilik bo'lsa, dim rasvo bo'ladi. Yurib bo'lmaydi. Yo'q. Yaqinda Xonqa tumanidan ham shunday voqea yuz berdi. Ya'ni shuning ko'prida yuk avtomobili o'yilib girib ketdi. Buni natijasida birinchi navbatda avtomobilni egasidan, ya'ni o'sha avtomobilga zarar yetkazildi va ikkinchi navbatda esa ko'prikning o'zi yarim tomon ishlaradi, ikkinchi tomon ham butkul ado bo'ldi. Kelajakda shu ko'pir ham shunday bo'lmasligini kim kafolat beradi? Kunidan minglagan avtomobillar shu yerdan o'tib ketadi, lekin haligacha buni faqat yamash va boshqa ish bilan shug'ullanib turadi, lekin haligacha tuzatilgani yo'q. Lekin kunidan minglagan avtomobillar o'qisha hamma yerga boradilar. Bilmadim, hozircha bu ko'prikimizni holati balkim yaxshidir, lekin kelajakda aniq bilamanki bu yo'limiz abgor holatda va o'yilib tushishi aniq. Yangi bozor O'zbekiston qishlog'ida, ya'ni Barhayotda bir dona ko'pir va Uyg'ura yetaverishdagi yana bir ko'pirimiz bor. U ko'pirdan ham abgor holatdagi ko'pir bu. E'tibor bering. Do'shiklar do'shilib arayandan ko'rinib yotdi zekashimiz. Go'rtonazin juda ham bir abgor holatda. Tez arada qulab tushsam, menimcha ajablanmaymiz, chunki yo'limizni ahvoli juda ham yomon. Kunina necha minglab avtomobillar shu yerdan o'tib qaytadi. Go'rtonazin avtomobillar egalari to'g'risi ko'pincha yordam berishni xohlamaydi, ya'ni yo'lamlar yoki boshqa qilamlar, lekin biz xalqni murojaatini davom etamiz. E'tibor bering. Yo'lni avval ozgina bo'lsam, nodid dosh tashlab xalq menimcha o'tgan bu yerni, lekin haligacha menga e'tibor beradigan bo'lsangiz, polnina oyog'im girib turibdi. Bu esa abgor holatdagi yo'l hisoblanadi. Ya'ni bu ta'mirtalab va nodasa bo'ladi ekan. Bu уже yetib kelgan avariya holatdagi yo'limiz hisoblanadi. Go'rtoningizda odamlar bu yerdan juda to'xtamay o'tib turibdi, ko'ribsiz. Ha, yana bir aytib o'tayim. Bu mahallamizda bog'cha, maktab va adashmasam o'qish ham bor shu yerda. Go'rtoningizning kunina shuncha avtomobil o'tib ketadi, lekin nechun Yangi bozor hokimligi bu yo'limizga e'tibor bermagan? Nechun e'tibor bermagan? To'g'risi hayronman-da, to'g'risi. Chunki qish oyida bu yo'lda yurishning o'zi bir abgor holatda. O'zingiz videolarda ko'rdingiz nechikligini. Xulosani o'zingizdan qilavering.